Assalomu alaykum, hurmatli makandeshlar, ammansizlar. Bizning quyidagi domigimiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rib jatasizlar. Uzuni 8,5 metr, turasi 4 metr. Tashqi fasad o'ta shunday bo'ladi. Sizda zakasiga qarab glavniy eshik temir eshik bo'ldi. Plastik derazalar, mana bu joqda ham deraza bor, anan nar joqda ham bor. 3 komnata. O'rtasida kuxna qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Bu joq cho'ng, bu dag'i cho'ng. Hozir sizlarga ichki ko'rinishini ko'rsatib ketayin. Buna tashqi fasad shunday bo'ladi. Svetterini tanlaysizlar. Qizil, ko'k, qora qilib ber desangiz qilib beramiz. Bismillah. Mana yerga mana birinchi kirgandaglar kuxna qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Qadimgidek ko'mir pechkani qo'yib turib, mana yerdan mo'risini chiqarib qo'ysangiz bo'laveradi. Mestasini tashlab ket desangiz tashlab ketamiz. Mana non joqda bitta komnatasi mana 3 metrga 4 metr bu bitta komnata. Mana derazasi bardig'i ochilib javlat. 2 qavatdan ayneklar 2 qavat bu. Buldag'i 3 metrga 4 metr. Buldag'i derazasi mana ochilib javlat. Mana prirodniy joyga o'rnatib berdik. Kimga xuddi shunday xizmatlar kerak bo'la turgan bo'lsa 0557 99 88 95 nomerga chalaverasizlar. Cho'ngroq desangiz cho'ngroq, kichikroq desangiz kichikroq qilib beramiz. Kvadratini 1 kvadratini 16 mingdan boshlab 18 minggacha qilib beramiz. Bizda adres O'sh oblast Eski Noqatdan bo'ladi. Kimga jaqqan bo'lsa bittadan like bosib ketasizlar. Tanish bilishga bo'lishib qo'yasizlar. Xudo xolasa bizni poddashka qilib tursangiz, dag'i jangliqlarni qilamiz. Bardig'ingizga cho'ng rahmat. Qo'llab quvvatlab ketasizlar.